Xitayning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cənvə İşxanısidəki da'imiy vəkili baş əlçisi Şuçin, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın atılmış Uyğur Avtonom Rayoni, yəni şərqi Türkistanğa qılğan dostanə ziyarətini qarşı alıdığanlığını, amma onlarının təkşürüşkə kilişigə qarşı turduğanlığını bayan qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarının bayanatçısı 1 oktyabr bizning atılmış Uyğur Avtonom Rayoniga hech qandaq erishish yoki ziyorat qilish huquqimiz yo'q degan edi. Kançılık şirketleri asaslık işlep çıkarış merkezlerdeki qattiq yağmurning ziyonliq ta'siriga duch kelganlikdan Xitoydagi kömür bahası yangi rekord yarattı. Jingju tovar bozorida kömürning qarallik mal bahası 8,8% o'rlab, har tonnasi taxminan $254 yetib, yangi kunlik rekord yaratdı. Amerika Müdafiə Ministerliyi 5 burcaklik binodagi bosh yumshoq detal mutaxassisi Nikolas Chaylan xizmatidan istifa bergandan keyin sun'iy idroq texnikasidagi raqobatda Amerikaning Xitoyga yengilish oldida turganligini aytdi va Amerika doiralarini tanqid qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkazilgan Qozog'istonning Parij kelishimiga yetishdagi qadamlari va karbon betaraf qilish nishoni temasidagi xalqaro yig'inda so'z qildi. To'qayev yer sharining isib ketishining O'rta Osiyodagi sur'atining kishini cho'chitadiganligini va bu sohada jiddiy harakat qilinish kerakligini o'tirib qo'ydi. Xitayning Wuhan shahrida 2019 yilning oxirida ko'rilgan koronavirusi bilan yuqumlanganlarning soni dunyo miqyosida 239 million 126 mingdan oshib ketdi. Xitayning ommaviy sahiya maslahatchisi Feng Yong o'zlarining qo'llangan ommaviy sog'lomlik tadbirlari va mamlakat miqyosida emlangan 2 milliard 200 million Xitoy virusi vaksinasining virus bilan yuqumlanuvchilarning umumiy sonini 100 mingdan tuban saqlab qolganligini o'tirib qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yil oxirigacha Yevropaga tabiiy gaz to'shishni eng yuqori saviyaga yetkazganligini bayon qilib, biz g'arbdagi sheriklarimiz bilan Yevropaning energiya bexatarligi uchun tirishayotimiz dedi. Putin davlatining Yevropaga tabiiy gaz to'shishga munosabatlik to'xtamdagi majburiyatini ado qilganligini ta'kidladi. Beijing hukumati Tayvanga yaqin joydagi harbiy manevrning Tayvanning chet el kuchlari bilan til biriktirganligiga qarshi inkos ekanligini aytdi. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Ma Xiaoguang Taybeyni jiddiylikni kuchaytirish bilan aybladi.